Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan juda ham qiziqarli video bo'ladi. Bu videoni sizlar albatta ko'rishingizni like bosib podpisatsiya bo'lib qo'ying. Sizlarga oson, ya'ni Pinterestdan hech qanaqa ilovalarsiz, hech qanaqa Telegram kanallarsiz bittada o'xshab chiqadigan narsani o'rgataman. Va buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsa bu mana bunaqa ilova kerak bo'ladi bizga Pinterest downloader, ya'ni Pinterestning o'zining kanali. Xullas, Play Marketga kirib olamiz. Sizga bitta ham nimani bosishligini o'rgatib chiqaman. Mana Pinterest downloader. Sizlar adashib qolmasligingiz uchun sizlarga poddelkasi ham bor. Mana bularni, mana poddelkasi. Shuning uchun originali shunaqa to'q rangda bo'ladi, qalin bo'ladi mana do'stlar. Shuni o'tkazib olganimizdan keyin chiqib ketamiz. Chiqib ketganimizdan keyin Pinterestga kiramiz. Pinterestga kirganimizdan keyin shunaqa videolar chiqadi. Xohlagan videolarni menga rosa kerak edi. Nimaydi? Lalisa mana bor ekan. Bu yerda rosa bor ekan. Любойный стик anaqa qilib berasizlar-da. Mana. Mana shuni tanladim. Mana qilamiz. Shuni bosganimizdan so'ng o'zingizlar bois skachat qilgan Pinterest downloaderni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin shunaqa paste and pin URL deb yoziladi va sizlarga men bunaqa o'rgataman sizlarga. Mana bunaqa anaqani fayl bor-da, xullas bunaqa. Hozir sizlarga ko'rsatay. Mana bu Pinterest URL yozib qo'yishingiz shart do'stlar. Hozir men mana shuni yozaman. Mana shu anaqani qilishingiz kerak. Yozasizlar shuni. Mana sizlarga ko'rsataman. Shuni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Hozir yozamiz. Mana bu turibdi. Buni o'chirib olmaslikka harakat qilinglar. Xo'sh, yozasizlar. O'chirib qo'yaman. Voy, nimaga kirib ketyapti hamma narsa. Yozasizlar. Ikkita PS deb yozasizlar. Endi PS deb yozganimdan keyin yozganingdan so'ng telefonim qo'yapti boru. Ikkita tochka va narsa yozasizlar. Uning uchun men bu yoqqa kirib olishingiz kerak. Hozir men sizga yozib ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, men qanaqa yozgan bo'lsam, xuddi shunaqa yozishingiz kerak. Bo'lmasa o'xshab chiqmaydi. Do'stlar, katta harfda yozgan bo'lsam, katta harfda yozinglar. Mana shunaqa yozasizlar, download qilasizlar. Mana tekshiriladi bu. Tekshirganingizdan so'ng shunaqa chiqadi. Download bosasiz. Bosganingizdan keyin chiqib ketasiz. Chiqib ketganingizdan so'ng anaqa любой videoingizni topasizda. Mana shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Chunki siz любой videoingizni qilib qilsangiz bo'ladi. Chunki
nima deydi? Bu videoyingizni qilsangiz bo'ladi. Chunki mana shu narsani yozib qilsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, skachat qilindi. И вот do'stlar. Shunaqa xohlagan videoyinglarni sizlar anaqa qilinglar, skachat qilinglar va zonasiga bo'ling. Xolos, menga obuna bo'lishni unutmanglar. Men nega anaqa qilamadim? Chunki hozir anaqa bo'lib qoldi-da. Nima deydi? Men reklamani ko'rmadim-da, shuncha skachat qilmadim. Hammaga xayr do'stlar. Obuna bo'lishni esinglardan chiqarmaysizlar.